hozir biz Toshkent shahri Xavs-Temon majmuasida turibmiz. Ko'rib turganingizdek, illyustratsiyalar уже bemalol bu tarafda qizlar ayollar uchun namoz o'qishga ijozat yo'q. Bu tarafda erkaklar uchun faqatgina namoz qiladigan payti namoz qiladiganlar uchun ochiladi. Atak bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Bizning islom dinimizda 5 mahal ibodat soatlari bor. Bu bomdod, asr, shom, iftor. O'rganganlarga bu yerda qanday o'zini tutish hamda qanaqa kiyinib kirib namozni ibodatni qilish ko'rsatilgan. Agar kim endi ichkariga kiramiz hozir. Shuning uchun men hozir boshqatdan ro'molimni o'rab olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kimda kim joy namozini unutib qoldirgan bo'lsa, mana shu doполнительный joy namoz, mana kitob, Qur'on kitobi, tasbeh, haligacha bemalol ishlatsanglar bo'ladi.